Usta aka qani nechta bo'ldi? Tavalda. Ey yashang. Akalar mana bu masofa uzoqligi uchun kelolmay qolyapman. To'g'ri tushunasizlar? Ha. Mana endi ushlangan baliqlarni bir qator tashib beraman. Aka uzr ha. Bormi sizda ham? Akalar kimga chiqdi hozirgi? Yashang aka. Tabassumlarni men ham bir ko'rib, men ham xursand bo'lib ketdi. Shu akami? Qutlug' bo'lsin aka. Ular kiloringlar zo'r bo'lyapti. Mina bor bitta. Sarkadaklaring mana bunday o'lyapti. Mana nima jo oldi 2 kiloligini. Qani og'amniki haqiqatan ko'raychi. Ha, oldi. Ko'taryapti. O'zimizlik qilyapti. Hadi olsun. Boshda mana shu ikkinchi. Ha, mana shu yerga ham oldi bu yerda. Bor 2 kilo oshiqroq. 2 kilo oshiq. Akamizga qutlug' bo'lsin. Rozimiz. Bormi akalar yana? Ha. Masofa juda uzoq ekan, ey. Uzoq ekanda. Yangi mashina olib kelsam bo'ladi, yo'lni qo'yib. Skuter olibda. Bu kimniki aka? Meniki bu. Yashang aka, qutlug' bo'lsin aka. Rozimiz. Mazza qilib oilalar bilan pishirib yeng aka. Kattami aka, u ikkitadan idishga solib qo'yibsiz. Men edishim keltala qolgan, dadamda ichiga ketganda. Yashang. Sit. Ha, sitga kichkinalik qilgan ekan-da. Ha, ne? Odamlar ko'rsatib qo'ygan, qana o'lchaydi endi buni kattaligini. Oyoqni qo'ymanglar endi, qo'yinglar. Qutlug' bo'lsin aka. Qutlug'. O'shalar kelaversinmi aka? Kelorsin, mana boshlandi mana, xudo xolasa. Zo'r bo'lyapti.